Ma'naviyat va ma'rifat ostonasida deb nomlangan turkum suhbatlarimizni yana davom ettiramiz. Bugungi suhbatdoshimiz Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti professori, filologiya fanlari doktori Usmon O'ronovich Qobilov. Biz Usmon aka bilan bir kursda, bir guruhda tahsil olganmiz, o'qiganmiz. Talabalik davrida ham Usmon aka adabiyotimiz tarixini juda kuchli bilgan, yaxshi o'qigan va rahmatli ulug' ustozimiz Botirxon Valixo'jayevning nazariga tushdi, e'tiborini qozondi. Eng muhimi, u kishining ishonchlarini oqladi. U kishining rahbarligida fan nomzodi doktorlik dissertatsiyalarini himoya qildi. Usmon aka adabiyotimizning, adabiyot tarixining eng yetuk chuqur bilimdonlaridan biri. Usmon aka shu o'zbek adabiyoti tarixida xalq og'zaki ijodining o'rni haqida bir to'xtalib fikrlashib olsak, marhamat. Rahmat. Endi o'zi adabiyotni o'rganish, manbalariga e'tibor qaratish nihoyatda muhim masala. Yaxshi savol bo'ldi. Biz adabiyotni o'rganishdan oldin, yozma adabiyotni o'rganishdan oldin og'zaki adabiyotni hisobga olishimiz lozim. Sababi og'zaki adabiyot kutubxonalarda, kitoblarda, boshqalarda bo'lsa, og'zaki adabiyot esa bizni o'zimiz bilan birgada doim. Biz o'sha tug'ilgandan boshlab, ona allasidan boshlab, xalq dostonlari, laparlar, xalq maqollari deysizmi, hikoyat, rivoyat, afsonalar deysizmi, o'shalarni bag'rida yashaganmiz. Ayniqsa bu bizning millatimizda, o'zbek millati bu narsa juda rivojlangan. Men nazarimda hozir siz qo'yayotgan savolni juda muhimligi mana shundaki, xalq og'zaki ijodi hozirgi davrda mana zamon yangi texnologiyalar davrida, zamonaviy hayotni boshlanishi, boshqa globalizm davrida, geosiyosiy holatlarning o'zgarishi, boshqalar davrida xalq og'zaki ijodiga ehtiyoj tobora ortib ketyapti. Biroq uni o'rganishga bo'lgan qiziqish har doimgidek kuzatilmayapti. Shuning uchun hozirgi vaqtda hattoki mana bu internet tarmoqlari va boshqa masalalarda ham hammasini o'rnini bosa oladigan donishmand bir og'zaki adabiyotimiz bor. Uni tarbiyadagi ahamiyati, uni inson kamolotidagi o'rnini, boshqa masalalarni hech qachon yoddan chiqarmasligimiz kerak. Ayniqsa yoshlarga tarbiyasida buni cheklab o'tib biron yaxshi natijalarga erishamiz deb bo'lmaydi. Va bu chunki xalq og'zaki ijodi o'sha xalqni o'zligi bilan, madaniyati, urf-odatlari, qarashlari paydo bo'lishi, ongini o'sishi, taraqqiy etishi, boshqalar hammasi bilan bog'lanib ketadi. Ichki dunyosi bilan, tashqi dunyosi bilan bog'lanib ketadi. Hozirgi vaqtda yoshlarni jalb etadigan mana bu internet tarmoqlari desa to'g'ridan-to'g'ri qo'qqisdan keladigan va ko'pincha milliy mentalitetlarga mos kelmaydigan manbalar bilan to'lib toshib ketadi-da. Ana ular insondan ma'lum bir tayyorgarlikdagi odamlarni talab qiladi. Insonni ongi ancha yuksak bo'lishi kerak. Hamma manbalarga, hamma materiallarga orqasidan ergashib ketish darajasida bo'lmaslik kerak. Buning uchun xalq og'zaki ijodini qaytadan ro'yxatga qo'yish kerak deb o'ylayman. Rahmat. Albatta xalq og'zaki ijodining, adabiyotimizning inson ma'naviyatiga tutgan o'rni juda ham muhim va keng qamrovli ekan. Biz navbatdagi suhbatlarimizda Usmon O'ronovich bilan bu mavzuda yana kengroq batafsil fikrlashamiz, to'xtalamiz. Katta rahmat mazmunli suhbatlaringiz uchun. Rahmat. İnson ilm bilan inson, hayot ilm, ma'rifatdir mangu bir shon, bayot ilm, vatanparvar bo'lar olim, olim bo'la olmas zolim, Najmiddin Kubro hayolim, sayyot ilm,
zeru zabar, baxtdan xabar, shomu sahar. Oling ilm, oling ilm. Baxtsizlikdir bog'lar so'lsa, bevaqt paymonalar to'lsa, kulfatlarga sabab bo'lsa, nahot ilm, nahot ilm. Ezgulikka qadding rostla, ko'proq o'qib ilm izla, yuksak marralarni ko'zla, sabot ilm, sabot ilm. Zeru zabar, baxtdan xabar, shomu sahar. Oling ilm,